Bor odam judayam charchab ketdi-da. Bu qishloqqa qaytish вообще qiyin-da. Barcha salom obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompotman obunachilar. Nima desam bo'ladi? Yoz issig'idan qiynalmayapsizlarmi? Va ya'ni mana bizning video roligimizdan kimdir ovqat yeb ko'rayotgan bo'lsa, yoqimli ishtaha tilab qolaman va nimaga o'rmonda yuribsan kompot deydiganlar bo'lsa, man sizlarga aytmadim, hozir aytaman. Ya'ni men shahardan qishloqqa piyoda ketishga qaror qilgandim, chunki pulim umuman qolmadi obunachilar. Pul yo'q, kambag'alchilik bo'lib qoldi. Shu sababdan piyoda qaytishga to'g'ri keldi. Mana men o'zim narsalarimni olib olganman. Endi bilasizlar, endi shahardan narsalarimni olib endi qishloqqa qaytib kelayotgandim. Shu sababdan obunachilar, endi qishloq qayerda ekan, qishloq qaysidir yerda bo'lishi kerak-da obunachilar. To'xtanglar, mana bu o'rmon tanish menga. Mana shu tomonlardamikan yo bu tomonlardamikan? Mana bu tomonlarda bo'lsa kerak qishloq. Bilmadim, nima bo'lganda mana shu yerdan to'g'ri boramiz. Adashmasam mana shu tomonlarda bo'lishi kerak. Obunachilar, bilasizlar, odam juda ham charchab ketdi. Bilmadim, 2 soatdan beri yuribman va ustimdan qo'l bo'ldi. Mayli. 2 soatdan beri yuribman obunachilar, odam juda charchab ketdi-da. Mayli, bo'lmasa mana shu tomonda edi qishloq. Bilmadim, bir yana 500 blok uzoqda adashmasam yoki 400 blokmikan. Adashmam ketdim-da obunachilar mana bundan. Mayli. Bu yana nimasi bo'ldi? Tushunmadim. 13-qishloq deb yozilgan. Tushunmadim. Yana qanaqa 13-qishloq? G'alati. Bu hali 13-qishloq aytganimdek 400 blok uzoqda bo'lishi kerak. Hali ancha yurishim kerak. Tushunmadim. 13-qishloq pastda deb yozilganmi? Tushunmadim. Endi pastga strelka yozilgan. Oho. Qanaqadir yama bor ekan obunachilar. Qanaqadir tunnel bor ekan. Bilmadim. Hozir pastga tushsammikan? Nima uchun tushishim kerak obunachilar? Bilmadim. Chota nimadir g'alati obunachilar, nimadir shubhali, to'g'rimi? Yoki 13-qishloqqa olib boradigan tunnelmikan? Yoki yuqoridan chiqib borsa ham bo'ladi-yu. Nimaga bu imенно mana shu yerdan borish kerak? G'alati. Juda g'alati obunachilar. Pastga tushsammikan? Yo, obunachilar, tuzoq bo'lishi mumkin, lekin tuzoq. Tuzoq bo'lishi mumkin. Bundan ko'ra ketganim yaxshi. Mayli. Lekin to'xtaylik, hozir pastga birorta narsa, nima desam bo'ladi, xazina bo'lsa-chi. Tushganim yaxshi qani. Mayli. Bo'lmasa yo'q, tushmasammikan, strelka qilib qo'yilgan ekan 13-qishloqda. Balkim birorta yaxshi narsa bo'lsa menimcha. Bilmadim. Hozir sakramasammikan. 13-qishloq deb yozilgan ekan. Mayli, davay sakradim, bo'lmasa ketdik. Oyog'im bor, juda ham oyog'im borman. Sindirib yuborishimga oz qoldi. Obunachilar, olmos turibdi, olmos. Bu yerda olmoslar bor ekan, ajoyib. Olmos bo'lsa juda ham zo'r-ku. Olmosni yaxshigina pullarga sotsak bo'lardi. Lekin obunachilar, hozir menda keragi yo'q-ku. Mayli, nima bo'lganda ham. Xo'sh, juda g'alati. Endi yuqoriga qanday qilib chiqsam bo'ladi-ya? Qanday qilib mayli, hechqisi yo'q. Xo'sh. Bu yerda juda ham uzoq tunnel bor ekan. G'alati, bu yerlarda nimalar bor ekan-a? Mayli. Mana bu yerda. Cho'madi. Bu yana nimasi bo'ldi bu? Oyog'im, bu yana nimasi bo'ldi? Nima bu yana? Oyog'im bor, vashib, oyog'imga kirib ketardi mana bu. Mayli. Qanaqadir tikanaklar bor ekan. Mayli. Bu yer yana nima bo'ldi? Bu yer yana nima? Qanaqadir yama bor ekan. Nima? Qanaqadir eshik va g'alati nimalar bo'lyapti bu yerga? Nima bo'lishi mumkin bu narsa? Mayli. Bu yer yaxshi yerga o'xshamayaptimi deyman-da, qaytganim yaxshimi deyman-da, obunachilar, mun qaranglar. G'alati nima bor ekan bu yerda ya? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Qanaqadir ovozli eshitilyapti. Tushunmadim, yana nimasi bo'ldi? Bu nima? Orqaga qaytish yo'li yo'qmi? Sanam oyog'imga yana kirdi mana bu. Nima? Tushunmadim. Meni chiqarib yuboringlar. Bu yana nima? Tuzoqmi bu? Voy, meni chiqarib yuboringlar. Tuzoq ekan-ku bu. Bekor kiribman-da, boru nimaga kirdim shu tuzoqqa boru vashi. Tuzoqligini bilgandim. 13-qishloqdan yuqoridan ketganim yaxshi edi-ku. Chiqarib yuboringlar. Obunachilar, boru juda ham yomon bo'ldi boru. Ana endi qanday qilib chiqib ketsam bo'ladi bu yerdan? Mayli, obunachilar, ehtiyot bo'lishim kerak, menimcha, ehtiyot. Mayli. Uzr, obunachilar, mana bu yerdagi havo juda ham yomon. Ana endi bu yerlardan qandaydir qilib o'tishim kerak. Tuzoqlar bor ekan, tuzoqqa tushdim ekan-a. Mana bu yerlardan o'tib olish kerak, sakrab. Davay, tezroq. Bor vashi, oyoqqa kiraverib mana bu oyog'imni ilma-teshik qilib tashladi. Ehtiyot bo'lishim kerak. Mana bu yerda qopqon bor ekan, obunachilar. Bu qopqon bor, vashi, oyoqqa tushsa yomon qiladi oyoqda lekin. Mayli. Bo'lsa mana bu yerdan o'tib olamiz. Yana qopqon tishlab olishiga oz qoldi boru.
ya'ni endi qopqomni yopilishiga. Mayli, bu yana nimasi bo'ldi bu? Voy, obunachilar. Obunachilar mana bu yerda. Mana bu yerda avtomati bor ekan, ehtiyot bo'lishimiz kerak obunachilar. Buni qanday qilib yopsam bo'ladi bu? Oppa, yaxshi. Menimcha ajoyib. Mana endi yaxshi. Buni qanday qilib yopsam bo'ladi endi bu yerda? Voy, bu yerda avtomat bor. Avtomat bor. Qanday qilib o'tsam bo'ladi bu yerdan? Buni qaranglar obunachilar. Bu bor ilma teshik qilib tashlaydi-ku. Menimcha mana bunday qilib o'tganim yaxshi, adashmasam obunachilar. Davay, tezroq yot, davay. Oppa, yaxshi. Mana obunachilar mana bunday qilib asta-sekinlik bilan o'tib olamiz. Ajoyib. Bo'ldi. Ana endi o'tdim. Yaxshi obunachilar, juda yomon bo'lmoqda obunachilar, bilmadimi? Xo'sh. Oho, bu yer yana nimasi bo'ldi? Bu yerni asta-sekinlik bilan o'tganimizda yaxshi menimcha. Oho, bu yerdagi narsalarni qaranglar. Voy, bu juda ham yomon narsa bor obunachilar. Bu juda ham o'tkir va juda ham balgarkani uchumi nima? Balgarka emas, benzapila deyilarmidi obunachilar, bilmadim. Esimda yo'q, lekin juda ham yomon. Zanjirlar juda yomon. Bu yana qanaqa tuzoq bo'ldi? Bu yerlarda birorta yana tuzoq bormikan? Yo'q, oppa, mayli, mana bu fakelni olib olganimiz yaxshi obunachilar. Yorug' bo'lish uchun, qonog'iga qolmasligimiz uchun. Bu yana nimasi bo'ldi? Yo'q. Bu yerda ehtiyotkorlik bilan o'tishimiz kerak. Borib bu yerni sakrab o'tganimiz yaxshi. Yaxshi bo'ldi obunachilar. Bu yana nima? Oho, juda ham ko'p tuzoqlar bor ekan-ku, buni qaranglar. Bu yerlardan o'tib olishimiz kerak bor obunachilar. Juda yomon bor. Juda ham bilmadim. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Oppa, yaxshi. Oppa, mana bu yerdan o'tishimiz kerak. Va mana bu yerdan o'tishimiz kerak. Yaxshi. Voy, sal qo'l o'tvorardi. Davay bu yerdan va bilmadim. Mana bu yerda ham tentlar bor ekan obunachilar. Hozir men kamera bilan bu yerlardan o'tish juda ham qiyin bo'ladi obunachilar. Oppa, bo'ldi, kamerani yoqdim menimcha. Xo'sh, obunachilar kamerani yoqdim, yaxshi. Ko'rishlar mumkin. Mana bu yerda qishloq deb yozilganmi nima? Qishloq tepada deb yozilganmi? Narvonmi? Mana qo'yat. Mayli. Birorta tuzoq yo'qmi ekan bu yerlarda obunachilar? Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Obunachilar, men qaranglar, qancha uzoqlikdan kelyapman, qancha juda ko'p tuzoqlardan o'tdim obunachilar. Mayli, ehtiyot bo'lishim kerak. Hoy. Birorta tuzoq yo'qmi? Tuzoq yo'q obunachilar. Yaxshi, bo'lmasa ketdim. Tezroq borishim kerak. Oppa. Voy, tushunmadim. Bu yana nimasi? Xo'sh. Kompot, mana shu yerga tushishingni bilardim. Nima? Bu yana tuzoqmidi? Bilardim o'zi tuzoqligini. Tuzoqligini bilib turib nimaga tushding bo'lmasa? Bilmadim. Kompot, soxta kompot bizlarni qo'lga oldi. Bo'ldi, jim o'tirlaringga, sal kerak bo'lasanlar menga. Jim o'tir o'zing. Xo'sh, mayli. Jim o'tirmayli, menga farqi yo'q. Kompot. Hozir mana shu kameraga qarab, men soxta kompotman. Bu kompot, ya'ni meni ko'rsatib, bu kompot haqiqiy kompot deysan. Nimaga unaqa aytishim kerak? Obunachilarni va odamlarni aldab nima qilaman? Aldab, endi qara, hozir aytmasang, bilasan, mana bu yerda qishloqlar bor. Qishloqlar juda ham yomon bo'ladi, bilasan. Yo'q, tushunmadim. Nima qilmoqchisan qishloqlar bilan? Kompot aytaver, chunki borib juda ham yomon, borib kompot, soxta kompot. Men hech qachon aytmayman, tushunyapsanmi? Hech qachon nimaga aytishim kerak emas senga. Bo'lmasa mayli, bo'lmasa bularni hozir bilasan, juda ham yomon qiynayman. Bizlar pastimizda kompot juda ham katta lava bor. Lavaga tashlab yuboradi bizlarda kompot. Tezroq aytish kerak, iltimos. Aytasanmi yo'qmi? Bilmadim. Hozir qishloqlar uchun aytsammikan, ha? Kompot, iltimos, aytgan gapini qil, iltimos. Biz obod qolishimiz kerak-ku. Mayli, aytaman. Bo'lmasa davay yo'q kamerani. Davay bo'ldi, yo'q qildi. Davay tezroq boshla. Men soxta kompotman. Mana bu haqiqiy kompot. Mana obunachilar ko'rib turgan edi, men haqiqiy kompot, bu soxta kompot. Ko'rdingizmi, sizlarni aldadi bu. Bo'ldi. Ana endi bo'ldi. Tugadi video. Bo'ldi, ana endi chiqarib yubor. Va'da, tushundingmi? Nima? Men seni shuncha borib qo'lga oldim. Mana bu qishloqlarni qo'lga olishni o'zi bo'ladimi? Endi bularni olish oson bo'ldi, lekin seni qo'lga tushirish qiyinroq. Ha, meni chiqarib yuborasanmi yo'qmi? Mana bu kompyuter turibdi, ko'ryapsanmi? Mana shu kompyuterga kanallaringni, akkauntlaringni, parollarini yozasan, tushundingmi? Login parollarini. Nima? Nimaga men sen yozishim kerak, tushunmadim. Yo'q, hech qachon yozmayman. Bo'lmasa hozir qishloqlarni tashlab yuboraman lavaga. Kompot, iltimos, aytganida qil. Tushunmadim obunachilar, hozir nima qilsam ekan, yo'qmi ekan? Obunachilar, bu meni kanalim, bu meni mehnatim, bu sizlar obunachilar, bu bizning oila. Yo'q, obunachilar, hozir o'ylayapman obunachilar. Juda ham yomon situatsiyaga qolib ketdim. Bilasanmi yo'qmi? Bo'ldi, asaman bor, sabrlarim sinayapsan lekin. Hozir bor, men qishloqlarni pastga tushirib yuboraman lavaga. Bilasanmi shuni? Bo'ldi, o'zingni bosay. Sen soxta kompot, kanalimni nima qilasan, ha? Men o'zim kanalimni rivojlantiraman, obunachilarni aldab.
Mayli. Hozir obunachilar nima qilsam ekan-a? Xo'sh, bo'lsam tushunmadim. Bo'lsam qayerga yo'llangan ekan? Voy obunachilar. Mana bu yerdagi. Tezroq bo'ling, nimalar deyapsan, e? Bo'ldi, hozir yozyapman-ku. Obunachilar mana bo'lsam boru, mana bunaqa reshotkalarga ulangan ekan kompyuterga. Demak, reshotkalarimizni ham qilsam bo'ladi. Bo'ldi, charchadim. Mana endi hozir bularni lavaga tushirib yuboraman. Asabim o'ynashni boshlayapsan. Bo'ldi, hozir mana qo'yapman-ku, sabr qilib tur. Davay, kompyuteringni ham olib kelganmisan? Kompyuterim bor mana, hozir notebookimdagi parollarni sani kompyuteringga o'tkazaman, bo'ladimi? Bo'ladi. Davay. Tezroq bo'l faqat. Ha, hozir. Bilasizlar, hozir buni tezroq hack qilamiz. Davay, tezroq. Bu kodlarni, soxta kodlarni hozir unga yuboramizda. Hozir mana buni ochishga harakat qilamiz. Davay, kompyuterni vuzlom qilishga harakat qilamiz. Obunachilar, davay, tezroq bo'l. Davay. Obunachilar juda ham qiyin bo'lmoqda, juda ham. Opa, ochildi. Yaxshi ochildi. Voy, nima qilding? Vuzlom qildim. Ana endi hozir ko'rsatamiz kim soxta kompotligini. Manda qilichi bor, sanda esa hech nima yo'q, tushunyapsanmi? Mana qo'rqaman deb o'ylayapsan. Manda hech nima yo'q, lekin men qishloqlarni ham ozod qildim. Nima? Bo'lishi mumkin emas ekan. Ushlanglar buni, davay tezroq o'ringlar boru. Bo'ldi, kechiringlar. Uringlar. Voy, yaxshi, juda ham zo'r bo'ldi qishloqlar bu. Buni jengdek, короче, mana bu soxta kompotda. Juda ham zo'r bo'ldi, lekin kompotda boshqa maza qildi boru. Boru nimaga bizlarni qo'lga oldi o'zi? Mana ko'rib turganinglarda bor mana bu narsalarni-da, lekin mana bu rechaklarni mana bu yerdagini ko'rib vashi zuzlom qilganim zo'r bo'ldi, to'g'rimi? Bor, sen nima xakermisan, kompot? Yo'q, haker emasman. Endi har ehtimolga qarshi shu narsalarni o'rganib qo'ygan yaxshi deb o'ylayman obunachilar. Buni qaranglar obunachilar. Bu hozir meni kanalimni olmoqchi bo'ldi va hozir mana bu videoni ham o'chirishimiz kerak, mana bu videoni ham yo'q qilishimiz kerak obunachilar. Juda yomon bo'ldi deb o'ylayman, bilmadim obunachilar. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men kompot bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.